Hammaga assalomu alaykum. Sario Cosmetics va shu paytgacha yuzimizdagi muammolarning asl sababini bilish uchun endokrinolog Vasilapamning oldiga kelganman o'zimni muammoyim bilan va sizlar uchun hozir ko'p savollaringizga javob beraman. Demak, birinchi savolim dog' va akne, ugrilar juda ko'p bizga klientlar shundan kelishadi, ya'ni mijozlarimiz. Sizni fikringiz, nimadan o'zi bo'ladi bu narsa? Yuzdagi dog' va aknelar. Dog'larning asosiy kelib chiqish sababi giperpigmentatsiya, ya'ni tanadagi gormonal buzilishlar va organizmda allergik fonni oshib ketishidan bo'ladi. Yuzdagi aknelar, husnbuzarlarning ko'payib ketishi bu yuz sohasida yoki terining ko'krak qismida, yelkalarda ham chiqishi mumkin. Bu narsaning asosiy sababi qizlarda, ayollarimizda giperandrogeniya, ya'ni testosteron gormonining qonda oshib ketishi, keyingi sababi oshqozon ichak traktidagi buzilishlar, surunkali yallig'lanish yoki Helicobacter pylori virusini ko'payib ketishi